Bizda Ramazon aksiyalari davom etmoqda. Boshlang'ich 10% chegirma asosida uskunalarimizni xarid qilishga shoshiling. Aksiya doirasida xarid qilgan mijozlarimizdan fikrlarini so'raymiz. Men Avtomaster Uzdan Bezovta qilyotgandim. Yaqinda bizdan uskunalar xarid qilgan ekansiz. Aksiya narxida shu haqida o'zingizni haqiqiy o'zingizni aytib o'tsangiz. Aksiya yaxshi, zo'r ekan. Yana bitta boshqa apparatni ham ko'rib kelganmiz. Hali o'sha aksiya qanchaga davom etyapti? Mana shu Ramazon oyidami? Da, shunaqa. Bo'ldi, yana o'sha keyin haftalarga yana boshqa bir podiyamni ko'rib kelganmiz. Uni ham olamiz. Bular yaxshi, boshqa joyga qaraganda normalniy ekan, narxi ham zo'r. Rahmat kattakon fikringiz uchun. Sizni yana kutib qolamiz, sog' bo'ling. Bo'ldi, rahmat kattakon. Sizni yana kutib qolamiz. Assalomu alaykum Umar aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Avtomaster Uzdan telefon qilyotgandim. Yaqinda bizda aksiyada uskunalar olgan ekansiz. Shu haqida fikringizni bilmoqchi edik. Fikrimmi? Apparat bo'yicha fikrim yaxshi. Qanaqa, yaxshimi sifatida ishlatyapsizmi? Yo'q, zo'r, no'g'ri yaxshi. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, charchamayapsizmi? Men Avtomaster Uzdan Bezovta qilyotgandim. Bizdan yaqinda aksiya narxida uskunalar xarid qilgan ekansiz. Shu haqida o'zingizni fikringizni aytib o'tsangiz. Qanaqa, yoqdimi, ishlatyapsizmi? Yo'q, hali endi ishlataman. Prosta olib keldik, hali endi ochmadik. Aksiyamiz yoqdimi sizga? Yana shunaqa aksiyalar qilib turishimizni xohlaysizmi? Bo'ladi. Aksiyalar yaxshi hammasi. Yoqqandan xursandmiz. Sizni yana kutib qolamiz. Boya to'g'ri o'qib ketdik. Yaqinda o'sha aksiya narxida bizdan uskunalar olgan ekansiz. Shu to'g'risida o'zingizni fikringizni aytib o'tsangiz. Yo'q, yaxshi kutib olishdi. Rahmat. To'lov qildik, faqat dastavkamizni kutyapmiz, olib kelib berishsa bo'ldi. Bo'ldi, xudo xolasa yetib boradi. Fikringiz uchun rahmat, kattakon. Yana sizni Avtomaster Uzda kutib qolamiz. Mijozlarimiz fikrini o'zingiz ham eshitdingiz. Shoshiling, bu imkoniyatdan unumli foydalanib qoling. Aksiyamiz Ramazon oyining oxirigacha davom etadi.